Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve kırındaşlar, biz ötkenki dersimizde Kur'an-ı Kerimni tefekkür qilish, o'ylanish to'g'risida so'zlab o'tgan. Bugungi shu darsning davomi, ya'ni Kur'an-ı Kerimni tilovat qilishning fazilatlari haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Kur'an-ı Kerimni tilovat qilishning fazilatlaridan Kur'an-ı Kerimni tilovat qilish bilan yaxshilik ko'p bo'ladi. Kur'an-ı Kerimni go'zal shaklda har bir harf o'qigan qari uchun hadisda bayon qilingandek ajr savob bo'ladi. Kimki yana Allohning kitobidan bir harf o'qisa, u kishiga bir yaxshilik bo'ladi. Har bir yaxshilik uning barobarida bo'ladi. Alif, lam, mim bir harf demayman, lekin alif bir harf, lam bir harf, mim bir harfdir. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis. Qur'oni Karimni tilovat qilishning fazilatlaridan haqiqatan Qur'oni Karim qiyomat kunida o'zini tilovat qilguvchiga shafaat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qur'oni Karimni o'qinglar. Qur'oni Karim qiyomat kunida o'z sohibiga shafaatchi bo'lib keladi. Baqara va Ali Imron surasini o'qinglar. Haqiqatan bu ikki sura qiyomat kunida o'z sohibiga soy tashlaydigan bo'lib, bulut kabi yoki qanotlarini kirib bir-biriga tutashtirib uzun sap tuzib o'z sahibini mudofaa qilish uchun qushlardek keladi. Muslim rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: ro'za bilan Qur'oni Karim o'z sahibi uchun shafaat talab qiladi. Ro'za: ey Robbim, men uni kunduzda yemak ichmakdan, nafsi shahvatdan chekladim. Mening uning uchun talab qilgan shafaatimni qabul qilgin deydi. Qur'oni Karim: ey Robbim, men uni kechida uyqudan chekladim. Mening uning uchun talab qilgan shafaatimni qabul qilgin deydi. Alloh taolo u ikkisini shafaatini qabul qiladi. Imom Ahmad bayon qilgan hadis. Qur'oni Karimni tilovat qilishning fazilatlaridan Qur'oni Karimni o'qishga mahir bo'lgan kishi Allohga itoat qiladigan izzatlik farishtalar bilan birga bo'ladi. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qur'oni Karimni o'qishga mahir bo'lgan kishi Allohga itoat qiladigan izzatlik farishtalar bilan birga bo'ladi. Qur'oni Karimni hajilab tasda o'qiydigan kishiga qo'sh ajr beriladi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Yana Qur'oni Karimni tilovat qilish va yod qilishning fazilatlaridan Qur'oni Karimni puxta yod qilguvchining jannatda Qur'on bilan darajasi ustun qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qur'on sohibi uchun o'qig'in, yuqori o'rligin, xuddi dunyoda tilovat qilgandek tilovat qilg'in. Sening o'rning sen o'qigan oxirgi oyat bilan bo'ladi deyiladi. Qur'oni Karimni tilovat qilish va boshqalarga ta'lim berish dunyoning xazinalaridan yaxshidir. Uqbat ibn Amir radiyallohu anhu mundaq deydi: biz supuda o'ltirganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam chiqib, sizlarning qaysi biringlar har kuni atdiganda bathaga yoki aqiq jilg'isiga birib, gunoh ma'siyat qilmasdan va sil rahimni uzmasdan u yerdan yo'g'on lokiloq simiz ikkitoga ilib kelishni yaxshi ko'radi dedi. Biz: ey Allohning rasuli, buni hammamiz yaxshi ko'ramiz dedi. Payg'ambar alayhisalom: sizlarning biringlar atdiganda masjidga birib, u yerdan Allohning kitobidan ikki oyatni o'rgansa yoki o'qisa, bu u kishi uchun ikki simiz lokiloq tugidan yaxshidir. 3 oyatni o'rgansa yoki o'qisa, u kishiga 3 tugidan yaxshidir. 4 oyatni o'rgansa yoki o'qisa, u kishiga 4 tugidan yaxshidir. Tugilarning soni o'qigan yoki o'rgatgan oyatlarning soni bo'yicha bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan hadis. Qur'oni Karimni o'qib, uningga amal qilgan mu'minning sirtqi ko'rinishi va qalbi go'zal bo'ladi. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qur'oni Karimni o'qiydigan musulmon burtiqalga o'xshaydi. Uning ta'mi tatliq, puruqi xushpuroq. Qur'oni Karim o'qiy olmaydigan musulmon xurmoga o'xshaydi. Uning ta'mi tatliq, puruqi yo'q. Qur'oni Karim o'qiydigan fosiq rayhonga o'xshaydi. Uning puruqi tatliq, ta'mi achchiq. Qur'oni Karim o'qiy olmaydigan fosiq achchiq kavaga o'xshaydi. Uning ta'mi achchiq, puruqi yo'q. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Qur'oni Karimni tilovat qilish va uningga amal qilish musulmonlar uningga erishish uchun musobiq qilishadigan eng katta ne'matdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan bayon qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: ikki turlik ishdan boshqaga intilish yo'q. Biri, Alloh taolo bir kishiga Qur'oni Karimni o'rgatdi. U kishi kech kunduz orasida Qur'oni Karimni tilovat qiladi. U kishining qo'shnisi uning tilovatini anglab, "Kashki, menga mushu qo'shnamga o'xshash Qur'on tilovat qilish nisib bo'lgan bo'lsa, men
manmu uningga o'xshash amal qilgan bo'lsam deydi. Yana biri Alloh taolo bir kishiga mol dunyo ato qildi. U kishi Alloh subhanahu va taolo ato qilgan mol dunyoni haq yo'lga sarf qildi. U kishining qo'shnisi uning yaxshi ishlarini ko'rib, "Qashki, menga mush qo'shnamga o'xshash mol dunyo berilgan bo'lsa, menmi uningga o'xshash yaxshi amallarni qilgan bo'lsam" deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Qur'oni Karimni yod qilib, uningga amal qilgan kishini Alloh taolo azobdan saqlaydi. Jannatda martabasini ustun qiladi. Bu to'g'rida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Agar Qur'oni Karim bir terining ichida qilinib, u teri o'tga tashlansa, o't Qur'oni Karim bo'lganlik uchun u terini kuydirmaydi." Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. Buning ma'nosi Qur'oni Karim bir terida, ya'ni insonning dilida bo'lsa, Qur'oni Karimni dilda saqlagan kishiga do'zaxning o'ti yetmasligi umid qilinadi. Qur'oni Karimni ustiga olgan va o'qigan kishiga qiyomat kuni do'zax o'ti yetmaydi. Qur'oni Karimni tilovat qilishning odatlaridan Qur'oni Karimni tahorat bilan qiblaga yuzlanib, pokiz joyda o'tirib, tilovatni boshlashdan ilgari og'ziga misvoq qilib, Allohning rahmatidan qo'g'langan shaytonning sharridan Allohga sig'inib panohlik tilab, bismillah bilan boshlab, Qur'oni Karimni tartil bilan ma'nilarini o'ylanish va tushunishga yordam bo'lish uchun oldirmay o'qish kerak. Tajvid qoidalariga diqqat qilish, to'xtash va boshlash o'rinlariga rioya qilish, go'zal ovoz bilan o'qish. Tilovat qilganda bak ullikmi emas va bak tuvanmi emas, o'tirhal ovozda o'qish kerak. Oyatning ma'nilarini tafakkur qilib, oyatning ta'siridan badallari titrab, vujudi yumshab, ko'zlaridan yosh to'kib, har bir oyatni to'xtab o'ylanish, Allohni poklaydigan tasbih oyatlarini o'qiganda tasbih etish, rahmat oyatlarini o'qiganda to'xtab Allohning fazli rahmatini so'rash, Allohga sig'inib panohlik tilaydigan yoki azob oyatlarini o'qigan vaqtida to'xtab Allohga sig'inib panohlik tilash, ne'mat oyatlarini o'qiganda Alloh taoladan jannatni so'rash, azob oyatlarini o'qiganda Allohga sig'inib jahannamdan va do'zax azobidan panohlik tilash kerak. Ikki turli fazilatni jug'lash uchun Qur'oni Karimni ba'zi vaqtida yodga o'qish, ba'zi vaqtida bo'lsa Qur'oni Karimga qarab o'qish kerak. Qur'oni Karimni tafakkur qilish degan oyatning lafziy ma'nilarini bilish, oyatning umumiy ma'nosi va maqsadini o'ylanish, oyat bildirgan narsa to'g'risida tafakkur qilish, Qur'onning va'z nasihatlari va xabarlari bilan dili manfaatlanish, buyruq cheklimlarga bo'ysunish qatorliqlar. Tafakkur qilishning sifati Qur'on tilovat qilguvchi qalbini og'izdan chiqayotgan oyatning ma'nosini tafakkur qilish, har bir oyatning ma'nosini bilish, buyruq cheklimlarni o'ylanish, uni qabul qilishni e'tiqod qilish bilan mashg'ul qilish kerak. Ilgirki sodir qilgan xatoliklar bo'lsa, mag'firat talab qilib, tövbe qilishi, rahmat oyatlarini o'qiganda xursand bo'lib, uni so'rashi, azob oyatlarini o'qiganda qo'rqib panohlik tilishi yoki Allohni kattalab tasbih etishi, so'raydigan narsa bo'lsa Allohga duo qilib, yalvorib talab qilish kerak. Bu to'g'rida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bizlardan birimiz 10 oyatni o'rganganda, bu oyatlarning ma'nilarini bilib, buningga mukammal amal qilib o'zlashtirmaguncha boshqa oyatlarga o'tmaydi." Said ibn Jubayr rahimahulloh mundaq deydi: "Qur'onni o'qib, uni tushunmagan yoki tushundirmagan kishi jangallikda bayavonda yashagan yoki arab tilini faqat bilmaydigan boshqa bir yot kishilarga o'xshaydi." Qur'oni Karimni nozil qilishdagi katta maqsad va tilovat qilishdan muhim bo'lgan talab tushunmasdan, tafakkur qilmasdan tilovat qilib qo'yish emas, balki Qur'oni Karimni tafakkur qilishdir. Buning bilan insonning dili ichiladi, qalbi nurlanadi. Alloh taolo mundaq deydi: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi va liyatazakkara ulul albab." Oyatning tarjimasi bu ularning oyatlarini tafakkur qilish uchun, aql egalarining va'z nasihat elish uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. Sat surasi 29-oyat. Alloh taolo mundaq deydi: "Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha." Tarjimasi ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi, balki ularning dillarida qulub bor, shunga ular tushunmaydi. Muhammad surasi 24-oyat. Alloh taolo mundaq deydi: "Afalam yatadabbarul qawla." Tarjimasi ular haq kalomni, ya'ni ulug' Qur'on ustida cho'nqur fikr qilmadimi? Mu'min surasi 68-oyat. Alloh taolo mundaq deydi: "Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun." Tarjimasi sizlarni uning ma'nosini tushunsin deb biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. Zuhruf surasi
surasi 3-oyat. Alloh taolo Qur'oni Karimni tafakkur qilishni tark qilgan kishilarga koyib mundaq degan: "Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha." Oyatning tarjimasi: ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi, balki ularning dillarida qulub bor. Shunga ular tushunmaydi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni Qur'oni Karimni o'qigan vaqtida oyatlarning ma'nolarini tafakkur qilib, tushunib, Allohning rahmatini so'rab, Allohning azobidan panohlik tilab, haqiqiy Qur'oni Karimni tushunib o'qiydigan, bizdan ilgari o'tgan payg'ambar alayhisolamning sahobalari va salaf solihlarning yo'lida mingishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.